Orizor mavzesida buyurtma asosida mebellar yasab berganmiz. Xo'p, bu yoq qismiga perxuj mebellar yasab berganmiz. Ko'rayotganimiz yumshog'ini qo'yganmiz. Yuqori qismida akkuratniy qilib vishilkalar qo'yib berilgan. Ichki qismlariga e'tibor berasiz. Xo'p, patchlar uchun joylar qilib berilgan. Akkuratniy qilib, bu yerda vishilkalarni qo'yib berilgan. Xo'p, bu yoq qismimizga e'tibor beramiz. Kuxna namunini ham yasab berganmiz. E'tibor berasiz. Hop, katallarga akkuratniy qilib joylashtirib berganmiz. Ariston ust qismida duf kontrollar. Ko'pchilik so'raydi, qanaqa chiqadi, qanaqa emas deydi. Shunga biz uzr qilamiz. Pastki qismlarda umumiy foydalanish uchun joylar qilib berilgan. Xo'p, kirmoch uchun joylar, pastda moshik bu yerda mo'ykalarimiz bor. Tellarga ham e'tibor berasiz. Akkuratniy har bir mexanizm vakuumda ishlayapti. Pastda moshiklarga ham e'tibor berasiz. Xo'p, gaz filtran deydi. Sushilkamiz bor. Bu yoq qismida akkuratniy tortma qilib berilgan. Xo'p, ust qismlariga bittadan polka qo'yib chiroyli qilib berganmiz. Bu yoq qismida duxovich pech, mikrovolni pech, bu yoqda xolodilnik uchun joylar qilib berilgan. Akkuratniy qilib. Tepa qismlariga e'tibor berasiz. 3 tadan polka qilib berilgan. Bu yoq qismiga e'tibor berasiz. Bittadan polka qilib berilgan. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda murojaat qilasizlar.